Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Mana hozir sizlarga tomga pena quyish 2025-yil may oyining oxirida qanchaga tushyapti deganlarga bir chiroyli video qilib ko'rsatmoqchiman. Hozir Farg'ona viloyati Quva tumanida ishimiz ketyapti, ko'rishingiz mumkin. 8 sm ga zakaz qo'yganmiz bu yerda. Mana chiroyli qilib ishlarni boshlaganmiz. Ustaga bir ko'rsatib qo'yingchi bir quygan joylarimizni. Biznikini ustida bemalol yursangiz bo'laveradi. Unaqa ertaga yurasiz, 10 kundan keyin quriydi degan gap so'z yo'q bizda. Aka bir sakrab ko'rsatib qo'ying. Ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa yoriq joyi yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. 8 sm qo'yilgan xolos. Mana chiroyli holatda bitgan burchaklari bilan ko'rishingiz mumkin. Mana ustida bemalol yursa ham bo'laveradi. Muammosi yo'q. Xudo xolasa. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, agar tagidagi materiallari bilan bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrati 5 sm bo'lganda 38 ming so'mga aylanadi. 8 sm esa 43 ming so'mga aylanadi. 10 sm bo'ladigan bo'lsa, 48 ming so'mga aylanadi. Agar tagidagi materialini olib bersanglar, 35 ming, 40 ming, 45 ming so'mdan qilyapmiz. Piltalarga kelishgan holda, firmalarga kelishgan holda, vodiy bo'ylab shu narx. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab shu narx bir xil. Toshkentlarga kelishilgan holatda ob'yem kattaroq bo'lsa, chiroyli narxda qilib beramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana tekis holatda bo'ladi shunaqa. Ko'rishingiz mumkin, mashinalar bitgan 8 sm. Tagiga nima solinadi deganlarga, mana shu tagiga material. Ko'pchilik buni salafan, shunaqa narsa solib qo'yadigan, salafan solinmaydi. Bu o'zidan suvni o'tkazadi, penani mustahkamligini oshiradi. Penani o'zi, gips, sement penani o'zi qoladi bunda. Og'ir bo'lib ketadi deganlarga, lekin buni kvadrati 1 kvadrati 5 sm quyilganda 18 kilodan 15 kilogacha qoladi. 10 sm quyilganda 22 kilo, 25 kilo bo'ladi 1 kvadrat joyisi. Unaqa og'ir bo'lib ketmaydi. Ko'rishingiz mumkin ish jarayonlarini. Kimga shu tomga pena qo'yish xizmati qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol zakaz beraverasizlar. Mana ishimiz sifatiga 100% garantiya. Buni afzalliklari issiq sovuqni zo'r ushlaydi. Hali ko'pchilikda tunuka qilingan, issiqni o'tkazib yuborayotgan uylarga zo'r bu. Umuman issiqni o'zidan o'tkazmaydi. Qishda uyni ichidagi issiqni chiqarib yubormaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, ob'yemni 240 kvadratlik joyimiz. Namesidan tashqari uyda o'zi 240 kvadrat. Mana bu yoqlar bitgan, bu yoqlar sekin bitirib ketyapmiz. Bizlarga faqat sharoit qilib beradigan bo'lsanglar, to'k suv bo'ladi. Hozir bu yerda suv jicha tanqisagan, o'shangacha dam olib qolyapmiz. Shunaqa gaplar. Aziz YouTube kuzatuvchilar, kimga videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yaverasizlar kanalimizga.